Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Talablarga binoan mana mebel do'konlariga keldik. Hozir narx-navolari bilan barisi bilan tanishib chiqamiz. Mana unda ketdik. Mana kuxonniy mebellarimizdan boshlaymiz onda. Ko'rinishlari mana har turli svetidan bor. Bu narxlari necha so'mdan ekan bu mebellarimizning? Bu kuxonniyimizning bahasi 2400 ming so'm. 2 metr bo'ladi. Mo'ykasi ham bo'ladi-da. Dastlabki hamma narsa qilib beramiz, ichida bor. Dastlabkilari ichida berang. Hamma narsasi bor. Mo'yka xonasi bu. Tortmalar ham barisi ajoyib. Balandlar ham mana ajoyib. O'zi ochiladigan ekan. Belgilarimizning narxlari qanchadan ekan? Bular shu uning bahasida. Ular 2400 sveti, ochiqroq svetda. 2.400 ming so'm buning ham narxi. Bular ham mo'yka bor. Svetida farqi bor. Mo'ykasiz bo'lsa 2200 bo'ladi. Mo'ykasiz holatida 2200 ming so'm bo'ladi ekan. Dastlabki pasdan bo'ylab qilib beramiz. Dastlabkisi bor. Belgilari qanchadan bo'latir mana? Belgilarimiz bu MDF material bu, krashinni, high-tech deb aytiladi. Bumizning bahasi 2 metrligi 3 million so'm. 2 metrligi 3 million so'm aytiladi. Mana tayyor holatda mo'ykalar ham Qatlanadi. 2 polkali. Mana ko'rinish shakllari. Tortmalar ham mana hamma narsasi bor, oyoqlari beri. Har turli svetlari bor. Narxlari bir xil so'm, bir xil to'g'rimi? Belgisi 260 razmeri bor. Bu yuqoriroq, ham bu qo'shimchasi ham bor ekan. Ana yerda nesi bor? 3 million 800 ming so'm deydi narxini. Ajoyib ekan shkafchalar. Shkaflari bilan birga. Mana polkasini olib metan bilan qo'ysadan bo'ladi, o'zimizning nemizga emas. Bu polkalar ham olinadi deydi, bo'shatib olinadi ekan shurupdan. Mana bularimiz ham narxlari 2 million 400 ming so'mdan ekan. Uzunligi 2 metr. Har xil svetlari bor va naqshlari, nelari har turidan bor. O'zingiz kelib ko'rib olishingiz mumkin. Mana bunday 40 mo'ykalar ham bor ekan, to'maloq emas. Manzilimiz Alayskidan kelaverishda chap qo'limizda mebel deb yozib qo'yibdi. Mang'it Dehqon bozoridan kelaverishimizda o'ng qo'limizda bo'ladi. Mana mebel deb balandinda yozib qo'yibdi. Ikkinchi etajida joylashgan barisi. Mana shu qatorda mana kelaverasizlar.